Rossiyada kaltaklanib o'ldirilgan o'zbekistonlik migrant jasadi qariyb bir oydan beri vatanga qaytarilmadi. Voqea 2025-yilning 12 dekabr kuni sodir bo'lishiga qaramay, u haqda ma'lumot 2026-yilning 2-yanvarida berildi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ahror Burxonovning Qalampuruzga ma'lum qilishicha, marhumning jasadi hamon Rossiya Federatsiyasida saqlanmoqda. Ertaga 11-yanvar kuni u O'zbekistonga yuboriladi. Dushanba kuni O'zbekiston vakillari samarqandlik fuqaroning vafoti bo'yicha Xabarovsk rasmiylari bilan uchrashadi. Shu o'rinda vazirlik rasmiysi marhumning jasadi qay tartibda O'zbekistonga yuborilishi, xarajatlar kim tarafidan qoplanishi haqidagi savollarga bunday masalalar bo'yicha maxsus fond tashkil qilingani, agar marhumning yaqinlari xarajatlarni to'lash bo'yicha qiyinchilikka duch kelsa, bu davlat tarafidan qoplanishini aytgan. Yodingizda bo'lsa, ushbu voqea jamoatchilik orasida keng muhokamalarga sabab bo'lgan edi. Migrantlarga bunday shafqatsiz munosabat bo'lgandan so'ng, Oliy Majlis deputati Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov Rossiyadagi vatandoshlarga murojaat qilib, ularni Rossiyadan tezroq ketishga chaqirgan edi. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring, Qalampurni kuzatishda davom eting.